Yo, assalomu alaykum jigarlar, nima gap? Bo'lyaptimi ishlar, og'rimasdan ishlar. Korоче, bugun 2 dona akkauntimizga promo kod olganman. Endi bularni ochib ko'ramiz. Hop, anchadan beri video olmay qo'ydim lekin o'rtancha hafta ochib ko'rishni xohlayapman hozircha. O'zi normalniy gaplar. Ovozidan musor go'shab turibdi. Voy biling 24. 555 ga to'xtamaydimi? 24 ga qanaqa narsa ochamiz endi? 24 ga balans etgan ochish kerak, lekin davaydi deb 24 ga to'g'ri ochamiz. Kichkina xat ochib ko'rsammi? Kichik xaf. Ya bila to'xtamadda. 11. Xo'p. Babshim bo'ldirib o'ynamay qo'ydim anchadan beri lekin. Shayton chiqadi. Aytdim-ku. Darmon o'ynab yuramiz, darmon. 10 tikamiz. Davay ketdi. Ya, bitta 9 ya. Ya, o'zi 2 dona akkaunt bor edi. Mana short video qo'yaman endi men. Kechasi mana 11 gacha o'tirib qancha bo'ldi? 3 minutlik, 2 minutlik video bo'libdi. Voy, birga 3 minutlik video qo'yaman, shorts qilib qo'yaman men buni. Bu 79 likdan normalni berar, kichik hafta ochaman shekilli bor-ku. O'rtancha xavf yediryapti. Kattaroq kelsa o'rtancha xavf ochish kerak. 79 lik kes olganman. Kichkina xavf. Ultimate normalni tamom. Davay to'xta. Voy biling. To'xtaganimda 750 edi. 50 balans tushdi, voy biling. O'tganda agar degan. Agar 200 bu balla. Cho'ta buni o'rtancha hafta ochish kerak ekanda, voy biling. Bitta brat aytgan. Skuf bitta kichkina xavf oching degan. Oldin aytdim. Yozib betinglar deb. Hozir Telegram YouTube o'tamiz. Короче, 110 bitta. Endi bu 110 bitta 40 ta like. Vashi katta keyslar. Osin jigar deyapti. 40 kilo skuf oching deyapti. Skala kichik xavf deyapti. Skufdan normalni berib qo'ysa, skala ketadigan bo'lsa ochib qo'yardik bitta. 40 netsi ham bu 50 qilib qo'yibdi.
Yana bitta ochkim kelib ketdi cho'ta. Блин, o'tib bir cho'taga. Nihiyat себе. Bir cho'taga o'da 0 berib berdi. 6%, 7% ekan, voy, bilin 28 tushadi hozir. 50 tushdi. Shuni ustiga yediradi. Mana shu mifikni bersa kerak hozir. Men nima dedim? 20 ekan. 45 kesi yo'qda boshqa. 45lik kesi yo'qda jikanlar. Yeb bilan musor narsalar. Voy 17 ekan, voy bilin. Onalarini ko'rsan. Nima otsa bo'ladi? 17 talik kesi bormi? Voh bilin. Mishtalik kesi bor debdi. Mashalat pasa o mana. O'rtancha havoch ko'raymi yana bitta davay. Bundan amalli ber 75lik hatyabi. Ko'p qo'ydim nahu dedi. 10 to'ri 41. To'ri 41 tikib turib. Ya bila. 5 deb tikamiz. Yo'lchi 6 minutlik video bo'pti. Hop. Voh bilin. Kirashga o'taylik kirashga. Kirasam uchadim mana bitta. Bulbas. Uy, bulbas oldi bo'pti. Oldirdan beradi. Oldi deb. Arzimagan bulkon beraman shunda. 15 bulkon ekan shu. Yaxshi. 19 talik olsa bo'ladi. Короче, o'rtancha hafta umuman kichkina ishlar ochishni maslahat bermayman lekin. Yo bilamu 100 bo'lib qopti, vah bilin. Tushmasa ham mashina. Pasayib ketgandir bu. Bilamu 400 dan oldi. Vashi pasayib ketdi lekin. 1.31. Hop, qanaqa taktikalar bordi bile. Taktikalar ham ish bermaydi hozir. Bam. Cho'ta men narvonda yaxshi ketadimi? Birdan tikib ko'ramiz davay. Shu yerdan chiqamiz. Yo'q, qanday unaqa bo'lishi mumkin? Ikkita 3 edi. Yo'q, qanday? Boshqa payt boshqacha bo'ladi. Onasini emsin. Endi nima deyman? Faqat tepaga qarab ketavermaydi-yu. Faqat tepaga qarab ketavermaydi-yu. Bila 8 bo'lgan mana tikib tashlayman. Eng omadsiz open kesi mana shu bo'ladi. Avtomatik yezaman. Ya billa. Короче, hech narsa qolmadimi shunda? Bulpaslar ham yo'q. Tekin kes ochib qo'yaymi kimda? Tekin kesni ko'taramizmi? Mana qo'ydi, mana narsa berib qo'ysa. Abjirlikka tikib beramiz. 0.56 ya bile
56. %75. Chunki 75 taliga solishim kerak debdi bratgina. Shunga bitta ochamiz. Bile bulk o'ynab yetmaydi deyapti. Vahiyeti. Voy bal. Boshqa narsa qilsa olmaydi bunga endi. Bonus ko'tarilmagan. Bile nimaga bunda? Короче, yuzta tiksam mana shu 4 ta narsani ichidan bitta narsani berish mumkin ekan. Lekin aynan 25 ta beradi. Xo'p, короче, hammaga rahmat. Videoga like bosib, kommentariy yozib ketaganlarga andushi rahmat. Ertaga normalniy promokodlar olib, omadliroq open case bo'lishiga umid qilaman. Bo'lmasa hammaga bye bye.